Assalomu alaykum, yana bir marta hammaga xush kelibsizlar kelin navkar shousiga. Bugun shou boshqacha bo'ladi, sababi juda ham zo'r qiz kelgan. Ingliz tili o'qituvchisi, o'sha yoshligimizda ingliz tili o'qituvchisi deb bolalar, qizlar havas qilardi, chiroyli bo'lardi bilsanglar. Hali o'zgarmagan, o'sha chiroyli. Xuddi shunaqa, shu maktabda havas qilgan ingliz tili o'qituvchimiz kelgan. Hamma taniydi, menimcha, Barno Muqimova. Marhamat. Siz uchun bugun zabardast, chiroyli, ko'rkam, toparmon, tutarmon yigitlar kelgan 7 ta prям. Tayyormisiz shu 7 tani ko'rishga? 7 ta prям. Zo'r yigit. Biza tayyor, biza tayyor. Har kuni 7 ta odam keladi. Ha, biza tayyor. Bo'lmasa ham Maftunaxon e'lon qiladi. Yigitlar ham boshqacha. Yo'q, sizni ozgina bilib olish uchun biz sizni faqat masalan ilm jihatdan Instagramdagi ko'rinishda taniymiz. Endi ichki olamingizni ozgina bilish uchun va sizga qanaqa yigit mos kelishini bilish uchun bitta savol beramiz. Tez javob bersangiz bo'ldi. Siz uchun hurmat muhimmi yoki muhabbat? Menimcha ikkalasi bitta narsa. Hurmat, muhabbat ko'rsa baribir hurmat qiladi. Hurmat qiladi. Hayotdagi eng katta kuch nima deb o'ylaysiz? Sabrmi, qat'iyatmi? Unisi ham emas, bunisi ham emas. Sabr ham kerak emas, qat'iyat ham kerak. Yo'q, muhabbat. Muhabbat. Yaxshi. Bugun muhabbat bilan tanlaymiz, ko'rdinglarmi? Bir so'z bilan o'zingizni tanlashingiz kerak. Mehribon, kuchli. O'zi mediada meni ko'rganlar takoy kuchli nima deb o'ylaydi, o'zi sallatdaroma. O'zi tabiatan shunaqa qahri qattiq, yomon ko'ringan odamlar juda ham qalbi toza, yaxshi inson bo'ladi. Aha. Da. Birinchi ko'rinish aldov bo'ladi. Aldoqchi, shuning uchun. Siz уже nechta ko'rsatuvda bir xil ko'ryapmiz-da prosta. No, Уже birinchi ko'rinish emas-da bu. Yaxshi tomonlarimni ko'rib qolarsizlar bir kun. Qachondir, Bir kun. Qaysi biri og'irroq? Aldanish yoki tushunmaslik? Ikkalasi og'ir. Ikkalasi ham yomon. Ikkalasi ham yomon. Aha. Aldasa ham yomon, tushunmasa ham yomon. Xo'p, sizni ko'proq nima ilhomlantiradi? Orzularmi, odamlarmi? Orzular. Orzular ilhomlantiradi. Yaxshi. Hayotda qaysi yo'lni tanlaysiz? Xotirjamlik yoki sarguzasht? Ya'ni emotsionalniy kachela deydi-yu, o'shanaqani tanlaysizmi yoki xotirjamlik? Yo'q, men kachelalarda juda ham yaxshi uchib chiqdim. Rahmat, kerak emas. Xotirjamlik. Xotirjamlik bilan. Yaxshi, qarsaginglar. Thank you. Siz bilan tanishib oldik. Birinchi ishtirokchimizni chaqirsak bo'ladi. 7 ta yigitimizdan bittasini. Birinchi bo'lib mani qo'yinglar deb tayyor bo'lgan ishtirokchimiz. Marhamat, Sunnatilla Orifzod. Bu shouda 7 ta bola bitta qiz bilan uchrashishga harakat qilib ko'rishadi. Bizning 3 ta kelin navkarlarimiz esa 6 ta bolani chiqarib yuborishadi. Unutmang, kelin navkarlar juda ham shafqatsiz bo'lishadi. Oxirida esa qiz va bola uchrashuvga chiqishga rozi bo'lishsa, birinchi uchrashuvni pulini to'lab beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima gaplar o'zingizda? Tinch, xudoga shukr ko'z tegmasdan, ancha tinch. Tayyormisiz? 100%. Ko'rib turibsiz, o'tgan safarlar chiqqanizdagi kandidat emas. Da. Bu boshqachasi, talablari ham boshqacha bo'ladi. Вот o'shaning uchun ham ingliz tilini bilmasam, ruschada yozib keldim. Futbolka для важных встреч. Ingliz tilida yozib kelmabsiz-da? Uspet qilmay qoldim. Yaxshi. Endi qarang, sizni oylik daromadingiz bularnikidan ko'pmi, ozmi? Пока что yetib ortib ham qolyapti. Yo'q, sizcha ortib qolyapti-da. Agar 2 kishi bo'lsanglar yetadimi, yo'qmi? Shuni ayting. Yetadi. Da, ofitsialniy oylikdan tashqari boshqa daromadlar ham bor. Ha, nima uchun mana uylanishga qaror qildingiz? Нужно, то есть Нужно, прям hozir. Yo'q, javob boshqacha ekan bu yerda. Bu yerda javob. Tusovkalarda ko'p bo'laman, har kuni har xil kim bilan borish kerak, to'ppa-to'g'ri xotin bilan. Конечно. Ну, mana men tushuntirib beraman. Men grafikim qanaqa? Misol uchun ertalab 9 dan 6 gacha, как полагается, ishxonada bo'laman. Aha. Ishxonadan keyin ko'p joylarga chaqirishadi, mehmondorchilikka chaqirishadi, boshqa ishlar bilan chaqirishadi-da. И borganimdan keyin ular kimdir bilan o'tirishadi, то есть o'zini parasi bilan.
То есть девушkasi, man bir o'zim o'tiraman ularga qarab, o'zimni как третий лишнийdek his qilaman. Oila qurishda sizga просто Oila tak qursam, sherikcha kerakda. не только sherik, bu umr yo'ldosh deyiladi, bekordan bekorga umr yo'ldosh deyilmaydi. Tusovka yo'ldoshmi? Yo'q, ja tusovka emas. Xo'p, qarang, siz boradigan tusovkalarga borgingiz kelmasa-chi, не моего уровня desa-chi, voz kechasizmi tusovkalaringizdan? 100%. Qarang, mana misol uchun xotindan har doim yaxshi fikr chiqadi deb eshitganman-da. Men o'zim uylanmaganman, o'shaning uchun bilmayman. Akalarim shunaqa deydi. Umidlaringiz katta. Xudo xolasa. Uylanmoqchisiz, menimcha yaqin do'st kerak sizga qanaqadir. Ну, на самом деле это хорошо. Uyda o'tirib ovqat pishirsin demayapti-ku. Uyda nima bor? Uyda o'tiraman. Men chest, men o'zimning fikrim, boshqalarni bilmadim-u. Uyda o'tirib qolgan qiz degradatsiya bo'lishni boshlaydi. То есть, miya rivojlanishdan to'xtaydi. Bor, ingliz tilini ham bilasiz. Ingliz tilini endi men qanaqa tushuntirsam ekan? No, bilaman. O'zimga kerakli narsani tushuntirib beraman. Zo'r. Bitta narsa so'ramoqchi edim. Sizga ingliz tilini bilishi qanchalik muhim? IELTS bormi? Oo. Da, shu darajada prям, tushundingizmi? Pre-IELTSdan qaytib ketgan bo'laman. Yaxshi, 3 daqiqa bo'ldi. Всё. Rahmat, kattakon, ko'rishamiz albatta. Sog' bo'ling. Rostini aytsam, cho'ta biz nalaytga gaplashdik, tushunmadim qanaqa insonligini. Ha. Hozir yo'q deyishga ham hayronman, ha deyishga ham sabab ko'rmayman. Tushunarsiz. Men ham sabab ko'rmayman yo'q deyishga. Menimcha normal. Menimcha Shans introvert. beramizmi? Da, shans beraylik shu bolaga. Keyingi ishtirokchini chaqiraylik unda. Abror Usmonov, marhamat. Abror aka, xush kelibsiz. 3 daqiqani endi hisoblaymiz. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Yaxshi keldingizmi? 37 yoshda ekansiz, haligacha uylanmagansiz. Sababi nima? Yo'q, adash, men 26 ga endi kirdim. Yo'q. Qanaqa Aldash mumkin Biz emas. sizni taniymiz. Da. Biz sizni taniymiz. Men prям qog'ozga yozilgan, men o'ylab Biz topmadim. sizni qalbingizni yoshini so'ramadik. Esingizda qolganda, Da, esimizda qolgan. Nima sababmi? Bir og'iz aytsangiz ham mayli. ish ko'pligidan shu yoshga kelib qolman, bu yog'iga eslatavermaylar-da. Bo'lmasam mana qo'rqib ketib, qachon uylanaman unda? 37 уже. Ha, eslatib turish kerak yoshingizda. Kimdir eslatganki, uylanish degan fikr kelib qolgan hayolingizga. Kelgan 4 marta imkon ham bo'lgan. O'rtoq, kimdir eslatgan emas. Мне кажется, bu yoshda уже har kuni 70 marta ko'rgan o'tgan odam nima bo'ldi? To'y qachon degan savol уже Har kun eslatib turiladi. aytmasa ham уже quloqiga o'tirib qolgan bo'lsa Bu kerak. yoshda so'ramaydigan ham yoshga yetib qolgan, so'ramay qo'yaveradi. Bir marta unashtiruv buzildi, o'sha 4 marta harakat qilganman. O'sha Chunki qizga, bitta qizga 4 marta. uzoqda men chet elda edim, kelib ketib yurardim u paytda. Mana 1 yil bo'ldi, endi ko'chib keldim-da O'zbekistonga. Endi ketmaysizmi? Yo'q. Bo'ldi. Endi prям o'zbek qiziga shu yerda uylanmoqchisiz. Natsiyani farqi yo'q. Aha, farqi yo'q. IELTS so'ramadingizlar-ku, IELTS bormi? Ayolsi yo'q, bilinib turibdi. Yo'qmi? Ha. Yo'q. Ayt. Qayerdan bilinib turibdi? Yo'q, bilinib turibdi. Agar bilganda, любой hozir ingliz tilini bilgan odam bo'lsa, shunda kelar inglizchalab qiz bilan primoy muloqot qilardi, bizdan so'rab o'tirmasdan. Hech nima deyolmay qolardik. Menimcha, da. Mana bunaqa o'tirardik-da. Ha. Biz bunda indamay o'tirardik. Maktabda yaxshi o'qish kerak. Da, demak biz uchun yaxshi ekan bularni, пока что IELTS yo'qligi. Biz uchun chidab turing. Oliy ma'lumotli psixologman debsiz. Ana. Bular ham psixolog. Ha, Salkam. Red flag. menga ham red flag, chunki ikkita yo'nalish borda psixologiyada. Aha. Bittasini yomon ko'radi. Har doim Freud bilan Adlerniki bor. Unchalik kelisha olmaydi ikkita shkola, o'shanga ko'p red flag beramiz bir-birimizga. Может, bitta shkoladir. Yo'q, Qanaqa shkola sizlarniki? ko'pchilik Freudniki, da? Bilmaganlar uchun ikkita yo'nalish bor. Psixiatriyani, psixoanalizni otasi Freyd hisoblanadi. Freyd hamma muammoni kim bilandir yotgisi kelyapti deb explain qilgan, tushuntirgan. Seksualizatsiya qilgan. Bilamizki, juda ham qattiq yomon vishesvoliga o'tirib qolgan odamda gipermaniya ketib qoladi-da. Shunaqa teoriya bor, что Undan tashqari Freud shkolasida har doim aytishadi, ota-onang aybdor, bolaligingdagi travma, ering bilan ajrashib ket, abuser deb unoto'g'ri narsa. Adlerniki boshqacha. Ishlaydigan. Adler kelajakka qaranglar. O'tmishda bo'lgan narsa bu bo'ldi. O'zgartira olmaysizlar, tanlay olmasdinglar. Kelajakni o'zgartirsanglar bo'ladi. Pozitivroq. Yaxshi. Bitta ekan u shkolanglar, nimaga anaqa bo'ldi? Red flag qo'ysizlar. Podkast.
qarang, psixolog bo'lgani yaxshi emasmi turmush o'rtog'ini? Что более анализировать qiladimi, qanaqadir urushlarda, чем tupa bilmayman deb zakрываться, biladi o'zini zakрываться qilmoqman shekilli deb nima qilayotganini analiz qilib. Endi popsovый psixolog bo'lsa qarshiman. Ha. Hardcore rock psixolog bo'lsa o'zinigina haq deb biladigan, men to'g'ri. No da, просто ilohiy bu qudratga bilimlarni o'zini переубеждать qilishga ham ishlatsa bo'ladi. Bunga qarshi ishlatsa ham bo'ladi-da. Odatda men ishlataman. Chunki sal yomonrog'idan men tan olaman. Skorpionmisiz? Da. Второй red flagmi? Nimaga? Hozir men ham ketaymi shunda? Ha, men ham ketaymi. Biz ikkalamiz ham. O'tiringlar, mayli. 3 kishini haydab yuboramiz. Rahmat kattakon sizga ishtirokingiz uchun. Hozir yana gaplashamiz. Ketdik. Keyingi ishtirokchimiz Shohnur Turg'un. Marhamat. Assalomu alaykum. Wow, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, Men rahmat. wow deganim kecha birinchi muhabbatimda ham ko'ruvdim. Bularni. O'tgan kuni. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, zo'r. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Nima sababdan turmush qurmoqchisiz degan savolga shu yoshdaman deb javob beribsiz. Necha yoshdasiz? Yozmagansiz. Yozilmagan. 21, 22 ga to'laman. Bu turmush quradigan yoki nima qiladigan yosh emas hozircha. Endi voqliroq turmush qurgan yaxshiroq-da. Yaxshi. Ingliz tilini bilasizmi? Yo'q. Ingliz tilini bilmayman, o'qiganman, lekin hozir esimdan chiqib ketgan. Hali yosh ekansiz, o'rganib olasiz. Yo'q, bu O'rgatadi. Просто ayb deb gaplashmaymiz. Просто bizani Da, qizimizga просто время есть. kategoriyalarga ingliz tilini bilish kerak. Da, men ham bilmayman ingliz tilini. 1 yil vaqt bera olasiz o'rganib kelishiga. 20 dan oshibsiz. O'zingiz o'rgatasiz? O'zingiz o'rgatasiz? 20 dan oshib qo'yibsizmi? Ya, tez o'rganamiz biz. Mahallada 20 dangi уже просроченный. Yo, bular agar ingliz tili o'rgatadigan bo'lsa, siz ko'chaga chiqib u so'zlarni ishlata olmaysiz. Nima? Da, so'kinish so'zlari bo'lishi mumkin. Menimcha. Ya, unaqa qizmaslar menimcha. Tez o'rganib olamiz ingliz tilini, xavotir olmang. Ukamizdan yomon xavotir qilaman. Ya. Ukali yoshidan o'tganmiz o'zi. Xo'p, savol sizga. Muhabbat bilan turmush qurgan yaxshimi yoki qanaqadir kategoriyalarga qarab, aql bilan o'ylab, sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shunaqa odam tanlaysizmi? Tavakkal qilib turmush qurgan yaxshiroq. Qaysi biri? To'ydan keyin hamma bir-birini tanib, bilib, oldindan shunisi bilan qiz-yu, oila qurish. Demak, muhabbat bilan sevib qolsangiz. Muhabbat bilan ham, Ne, tanimasa menimcha ham. tavakkal qiladigan bo'lsangiz, menimcha yaxshi odam emassiz. Shu yerda siz uni o'yinlarga tavakkal qilib pul tikib yuboradiganga o'xshayapsiz. Qimor yutqizib yuboradigan odamga Ya, o'xshaysiz. Tavakkal. qimordan uzoqmiz. Yaxshi. Baxt nimada siz uchun? Pul? Hayotda o'zi baxt. Hamma narsadan baxt topsa bo'ladi. Nimadan misol uchun? Puldan ham, sevgidan ham, sarguzashtdan ham, sayohatdan ham. Insonni aniq bir baxt tushunchasi bo'ladi-da. Misol uchun men uchun pul. Siz uchun nima? Endi pulingiz bo'lsa, baxtli bo'lar ekansiz. Pulingiz bo'lsa, demak, sayohat ham, boshqa imkoniyatlar ham bo'ladi. U ham baxt topib keladi. To'g'ri. Siz uchun nima o'sha baxt? Aytaman, hamma narsa baxt Hamma uchun. narsa. Hamma narsa. Pul mashta o'tirish ham o'zi ham baxt. To'rtmuchamiz sog'. Endi mening koronniy savolim. Gelik olib berasizmi yo'qmi? Nimaga gelik, palanka gelikda? Agar benzin xaroit quysalar olib bersinlar. Da. Yo, gelikdan ham bu Gelik qimmatroq olib narsalar bor-ku, yaxta, villa. Yaxti kerak emas. Uni 1 yil Biz bilmaymiz-u. Gelik olib beravering, keyin dalish spisk anaqa bo'laveradi. Olib beramiz. To'laveradi. Olib beramiz. Ajoyib. Xo'p, rahmat. Olib beramiz inshaalloh. 3 daqiqa bo'ldi o'rtoqlar. mikrofonni o'chirib gaplashib olamiz ham. Mayli. No, на самом деле ozgina yosh edi. Ha. Boyagi Ozgina yosh edi. Shu. Sizlar o'ylab ham o'tirmadinglar? Yo'q, men o'ylab o'tirdim. Bu o'ylab o'tirgan o'sha bola. O'ylab o'tirding-a? Hozir shuni o'ylab o'tirdim. o'xshagan. Aybida shuni becharam, buvshiga o'xshagani. O'zi, mana qaranglar, to'g'rimi? O'xshaydimi buvshisiga? Qaranglar rostini. Yo, mana gelik demadi. Ya, undan kattarog'i yo'qmi? Yaxta O'zbekistonda ishlamaydi-ku, biladi-ku. Aldayapti. Keyingi ishtirokchimiz Aziz Karimov. Marhamat. Assalomu Вот это alaykum. совсем другой разговор.
Assalomu alaykum hammaga. Aziz aka xush kelibsiz yana bir Rahmat. bor. Ey Men xudoyim. xursandman. Sizlarning xursandliklaringizdan. Xursandmisiz? Ajoyib. Bu safar endi jiddiyroq kurashish kerakmi deyman? Bu вообще. Kostyum shimlar. Hello baby. Ya bu mani maksimum ikkita so'z bilaman, shuni ham ishlatdim, tamom. Любой savolga shu ikkita so'z bilan javob beraman. o'zbekchada 05 gapiring va miya mana qiladi sekinroq. Ha, okey. Sekinroq Ha, gapiring. okey. Okeyni ham bir ekan, Okey, demak 3 ta. uchta уже. Ha, ismlar rostdan eshitmay qoldim. Barnoxon. Barno. Ha, nimani anglatadi bu? Yo'q, inglizchada Chiroyli yigit degani. chiroyli yigit, man prosta hozir o'ylab qoldim, Barno degani bu ingliz tilidan bar yo'q deganida, shundaymi? Barno. Handsome degani, handsome. Ota-onam qanaqa o'ylashgan bilmadim, lekin bu hazillashib. nima? Erkaklarga qo'yiladigan ism ekan. Eshitganmisizlar? Safar Barnoyev, Barno. Aha. Zo'r. Shu Hazillashib. erga hali ham tegmaganimiz sabablari shu ham. Unisex ekanda. Qolaman. Ism. Savollaringizni kutaman. Oshpazsiz, a? Da, shunaqa narsa. Hop. Bugun Bular hamma o'chirib ketdi, вообще прическаlar. Endi sizni kutdik-da. sizdan Sizni boshqacha. tabriklayman. Rahmat. Da Kostyum siz shimda. soqollaringizni olmasdan kiyib siz xafa qildingiz. Biz siz uchun chiroyli kiyinib keluvdik-da. U oddiy narsa-yu, bu namyok beryapti qiz bolaga, ya'ni qizlar nima sovg'a qiladi? O'zi naskiz ham kiymoqchi. Naski bilan britvadan boshqacha sovg'a qilmaysizlar sizlar. Shunga namyok beryapti. Hali to'xtab turing. Tortam pishirib berganmiz nima? Nima buncha ko'p britva olganmiz, alamdasiz. Xo'p. Kella shu akamizga bir jiddiyroq savol Seryozni beraylik. ketdik, davay. Davay. Bir Boshla. azob beraylik, a? Ha, no jiddiy Azobash xizmat. qanaqadir qonni qaynatadigan. O'zlari ham jiddiy Xo'p, kelganlar. uyda kim xo'jayin? Ermi, xotinmi? Qaysi uyda? Sizlarning uyda. Bizani uydami? Mani oilamdami? Da. Agar shu qiz menga yerga tegsa, men shunga rulni topshirib qo'yaman. Qizig'i bizga rul topshirilishi kerak emas. Biz orqada o'tirib rulni turmush o'rtog'imizga topshirishimiz Ha, kerak. unaqada o'zim boshqaraman. Ha. Bizga kerak emas, yana haydashni outsource qilish uchun yerga tegmoqchiman. Nima Jon de- ketdi. Outsource nima degani u? Outsource. ana shuni bilib keling, keyin kelasiz. Siz mani Uyushi. qaydaman? U yaxshi. Jonga tegdi? Ishlash, pul topish, Aha. rulda bo'lish. Ee, Erga tegib, semirib, bola tug'ib, kotlet pishirib, uyda o'tirmoqchi. Вообще muammo yo'q. Men o'zim sizga kreditlarni o'rgataman. Osh pishirib, Oshni ham o'rgataman. Tamom, вообще muammo yo'q. Menga asosiysi shu ochiqni aytaylik, habbayli, seryozni, behazil. Xo'p, keling, behazil gap. Behazil, ha, hazil ha. qilmasdan gaplashaylik, iltimos. Ochig'ini Bo'lmasa aytaman. qizilni bosaman. Jiddiy odam emas ekan deyman, qolgan jiddiylarga imkoniyat beraman. Hazil bilan, lekin menimcha erkak kishiga, ayol kishi, mana shaxsan men uchun maslahatdosh, dilni ochishga, qanaqadir Yelkadosh, da. Fikrlarni almashishga kerak. inson kerak, da. Zo'r. Chunki masalan ota-ona bilan ham gaplashib bilmaydigan narsalar bor-da, faqat xotin bilan gaplashadigan narsalar bo'ladi hayotda. Xohlaymizmi, ota-ona baribir baxtga o'lib ketadi. Endi qanchalik ayanchli eshitilmasin, kimnikidir erta, kimnikidir kechroq sal. No, baribir siz hozir oldin jiddiy munosabatda bo'lganmisiz degan savolga bo'lganman debsiz. Da, albatta. Siz uylanganman deb javob berish kerak edi-da. Uylanish. Jiddiy deganida shu, jiddiy bo'lgan u. Jiddiy bo'lganda uylanib, Da. hayotinglar o'xshamagan. Jiddiyligini Da, isbotlangan. birozgina o'xshamay Yo, men qolgan. o'sha o'tgan sonida ham bila olmadim-da, nimasi jiddiy, aniq o'xshamagan hayot. Nu, qarangda, hozir ajrashgandan keyin yomonlash bu yomon narsa. To'ppa-to'p. Men unga baxt va omad tilayman. Baxtli bo'lsin, yerga tegsin, bachalar ko'payib ketsin. U ham menga shunaqa niyat qilgan bo'lsa yaxshi, agar qilmagan bo'lsa, mayli. O'zi biladi. Так что Baxt bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. kattakon. Ha, gapiring, to'g'ri. Gapirsizlar tushunmayapman. Ha, Yaxshi-ku urushganda xafa bo'lmaysiz. Ana so'kib tashlasalar nima qilasiz, Qanaqa adasi? gapiryaptilar yoki
ketdi-da. Ne hayajonlanyapsiz oldingizda. hayajon bor O'sha mana-da ingliz tili o'qituvchilar. Men gapiraman, tushunmagan, ikki qo'ygan doim menga ham. Shuning uchun давайте Da, menimcha ham Aziz Aziz akaga to'g'ri kelmaydilar Bibi? bularga. bular farqi yo'q ekan-a? Yo'q, farqi borligi uchun ham shu ish qilyapmiz. o'zinglarcha kelishdinglar. yo'q, hech ham unaqa bo'lgani yo'q. Hech ham unaqa bo'lgani bordinglar. Aziz akaga qachon xotin topamiz? 33 ga kirdilar. Bilmasam. Mana bu yerda chiqaraverasizlar. Mana bu yerda 37 yasharlar bor hali. Ochirib turibsizlar. Yaxshi. Keyingi ishtirokchimiz Abubakir Fozilov. Assalomu alaykum. Bibi nima bo'ldi? Просто chiq deyishdi. O'ziz niyatingiz chiqish emas. Abubakir aka. Yo'q, men niyatim zvezda bo'lish. Kelin navkarda vashcha hamma ko'tarilib ketyapti. Prosmotrlar uchyapti. Nimaga men emas? Shunga. Ana shuning uchun sizni orzularingizni amalga oshirmayman. Qayda bormoqchimisiz? Nega? Nima maqsad bu yerda boshqa-ku. Bu yerda sizning maqsadingiz ishlasin, chiqib bloger bo'lsin yoki nimadir qilsin, harakat qilsin, harakat qilar, imkon ber. To'xtanglar, balki rostdan uylanganlari kelayotgandir. Yo'q, aftidan unaqa Hayajonlangandan ingliz tilini ham bilmaydi. Yo'q, tarjimon deb yozilgan. To'xtab tur hozir. To'xta-da, Nimadan tarjimonsiz? Qaysi fandan? Ingliz tilida. Ana ingliz, ana. Men sabab topaman dedim. Hozir biz sizga bitta tekst beramiz. Imona uzr. Mayli, bemalol xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Tarjimonsiz, qayerda masalan? Nima uchun tarjimon bo'lib turib ishingiz yo'q? Vaqtincha ishsiz. Emas, hozir hammada ham ish bo'lishi. Hozir sun'iy intellekt degan narsalar chiqib ketdi. Chetga chiqsam, men ham tarjimon umuman kerak emas. Telefon yoqaman, mana tarjimon senga. Noda, men kitob tarjima qilardim. O chet elda ham umuman kitob tarjima qilib yuradigan odam kerak emas. Shuni telefonni yoqaman, bo'ldi. Yo'q, qanday siz просто tarjimon darajasiga chiqqan odamni kerak emas hisoblab tashladingiz. Da, o'z tarjimonlik kerak emas bo'lib qoldi. Shuning uchun vaqtincha ishsizman. Internet hozir rivojlanib ketgan mana. Olinglar. Oxay, nima, o'qituvchilik qila olasiz? Вот, именно o'shaning uchun. Siz ishonsangiz bo'ldi. Просто o'quvchi ishonish kerak avval, da, chunki men ko'rgan odam bundan o'qituvchi chiqmaydi deb o'ylaydi-da. Keyin tarjimon bo'lib ketdim shundan keyin. Tarjimon ham chiqmadi baxtga qarshi. Sizdan Armani eram chiqmasa kerak. Vot, qarang. Xotinim ham shu fikrda. Men to'g'rimi nima? Yomon gapiryapman. Men hech eng qizig'i tarafim Imona, eng qizig'i shuncha odam ichida ingliz tili biladigan odam, понимаешь? Ko'proq mos keladigan. Gaplashinglar chiqqani men indamay turaman. Qani gaplashinglar. Ingliz tilida mayli, Hello. Opa, qiynab qo'ydigan. Hay. Haydan boshladi bilan. Aha. Yozsada kerak. How are you? Javob qaytar. Bo'ladi zo'r. Ko'rasiz, o'zi anaqadan pronunciationdan bilib oldilar. Men to'g'ri gapirganimni. Просто pronunciation degan so'zni pronunciation qila olmayman, shu tarafi bor. Yaxshi. Top. Qarang, sizlarni yoshligingizda ilon bo'lishni orzu qilmaganmisiz? Ilon bo'lishni? Yotib olib yuradigancha. O'sha Sen gapirmoqchi emas eding. birinchi 1 yillikda orzumga yetib olganman-da, tug'ilganda. Yotib olib yurganman, keyin turib turdi. Nima hozir, qayerga ilonga? Siz nima siz? Yo'q, men zametlini gapiryapti-yu. Shanga balki yurishga ham erinardi deb o'yladim. Boyagini tez gapiryapti dedingizlar. Haqiqatda nimaga 2x yoki vashchi zametlini odamlar bor? Vaqt bo'ldi o'rtoqlar. Da. Rahmat katta Abubakir aka. Rahmat, xursandman ko'rganimdan. Chop qo'yish kerak. Menimcha tushunmayman deganlari uchun bular zametlini gapirdi-yu hozir. 05 da. 05 da prям. Menimcha ham. Siz ingliz tilini how are you ni biladi. Bilarkan. I want to be how are you? I wanted to what? I want to be how are you? Mashhur so'zi bu, ko'rmagansiz, eshitmagansiz chiqib ketgan-ku. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz Jamshid Botirov, marhamat. Pul chiqmadi-yu. Pul chiqmadi-yu.
hay pul chiqmadi-yu. chiqish kerakmi? No money. Bizaga pul kerak. Naqd olib yurmayman men. Kartadami? Da, kartada. Bizaga naqd kerak. Naqd kerak bo'lsa olib olingiz biron joydan. Kartani bering. Kartani bering, olib olaman. Kodi nechi? Kodi? Yo'q, katta pul bor ayta olmayman kodi. Biron nomida Abdulla Zokirov. Kim edi? Kashilok egasi u, kashilok egasi. Yaxshi, Jamshid, xush kelibsiz. Tashqi Rahmat. ko'rinish zo'r. Idealni yigitga tortyapti. Da. Mashinang. Bu qaysi kim mashinasi kaliti? Boya zachiga olgandim mashina. Qalaysiz endi? Yaxshi, rahmat. I am fine. IELTS kerak dedilarizmi? Nechi? Hozir hal qilaman. Nechi? O, 11 bo'ladimi? Siz uchun boy odam kim o'zi? Men uchun boy odam men yaqin jo'ram bor. Rahmat shu bolaga. Birga o'sganmiz Elon Musk. Boy odam siz uchun shunaqa. Da boy desang bo'ladi. Endi boy degani bu faqat moddiyat tomonlama boyda, to'g'rimi? Yo'q, boy tomonlama boy. Qaysi misol uchun yana? Yo'q, o'zidan so'rang endi men qayerda bilaman. Yo'q, men sizdan so'rayapman. Boje moy. Mana moddiyatdan tashqari yana nima boylik bo'lishi mumkin siz uchun? Boylikmi? Sog'lik, salomatlik. O'sha boylik. Katta. Zo'r. Oilaviy baxt. Ha. Yaxshi. Men bilmayman nima deyish kerak. Hozir qayerda kim bo'lib ishlaysiz desa, katta biznesmenlarning opa-dadasi deb yozib. Ular anaqa biznesmenlar xabar bormi? Yo'q, ular xabar yo'q. Xabari yo'q. Xabar beraman endi. Bittasini aytingchi, ular qaysi birini opa-dadasiz? Men taniyman. Siz tanigan biznesmenlar qaysi? Ko'p, hamma. Qaysi bittasini ayting? Botir aka degani bor. Botir akami? Ha, meni shofyorim u. Jamshitov. Da. Botir. Shofyorizmi? Nima qilay, shunaqa chiqmasam oxirgacha olib bormayapsizlar. Nima qilay hayman? Oxiri yorildi. Bo'lmas ekan. Oxiri bo'lmadi. Men seriyozim bo'lolmas ekanman men. Ha. Ana kimniki edi bu? Hozir beraman qayta. Men Lekin rostdan ham samimiy gaplashardi. Men hayratdaman. Bugun boshqacha chiqdi. Men jiddiylashsangiz chiqib bo'lmasa chiqib o'tirmang degani, men bunchalik darajada jiddiy bo'ling demodim. Mayli Jamshid. Vaqtingiz tugadi? Vaqtim tugadim. Rahmat. Ha, Jamshid haqida gaplashmoqchimiz. Gaplashaylik. No, prosta-chi, bu bolani har safar chiqqandan chiqazib yuborasizlar-da, menga jalqa. Da, bilib turibman, hozir ham to'g'ri kelmayapti. Umuman, endi hech qaysi qizga to'g'ri kelmayapti-da, nima qilamiz endi? To'g'ri kelmaslik. Jamshid hali yosh. Fikrlashlari, dunyo qarashlari, ya'ni bir-biriga demoqchimiz. Boylik muhim emas. Da, ozgina hazillashdi xolos. Ha. Men bilmasam. Endi sog'lom raqobat bo'lsin deyman-da. Men ko'rmayapman umuman отношенияda ikkalalarni. Mana Вообще boshqa dunyoning insoni. Qaysi dunyoni? Nariga. Xuddi mana qo'pol qilib aytaman. Nariga ulan Yo, a'lochi bilan ikkichi o'tirgandek gapda, tushundingmi? Ibi, hozir kim ikkichi? Albatta Barno. Nima san Jamshid deb o'ylayapsan? Yo'q, hop hozir biz darsga kelmadik-ku. Hayot darsi, hayot nima tanlov. IELTS yo'q baribir bilaman. Sotib olmoqchi bo'ldi. Oladi, yosh-ku. O'qiydi. Mayli, maftun qoldirmoqchimisan Yo, bolani? bilmayman, hozir yana oxirgi ishtirokchini chaqiraylik. O'shandan keyin hal qilaylik. Menda bitta variant bor yana. Xo'p, Davay. Xo'p, so'nggi ishtirokchimiz Abror Gulyamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Namcha chiroylisizlar, namcha go'zalsizlar. Ura! Uzr, mana shunaqa kasalligim bor ozgina. Odamlarni ko'rsam xursand bo'lib ketaman. Chiroyli qizlarni ko'rsangizchi. Uylanmaganingizdan bizning xabarimiz yo'q. Nima men bilardim? Ne bilardilar mana? Bilarmiding? Bilarmiding? Aytmaganing qara. So'ramagansiz dedi. Men bilardim. Qalaysizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Zo'r. Yaxshi loyiha ekan. Men ham
bugun bildim loyihani yaxshiligini. qonun qoidalarini. Shu. Qaraya, daromadingiz taxminan 50 million ekan. Endi buning ichida kvarplata bor, naloglar bor, ichida hammasi. Undan tashqarimi yoki Ichida hammasi. Yo'l kira, ovqat, poqat Bilan deganlaridek. 10 millionga tushar ekanda. Endi Ovqat poqat. Bir yeyishingizni bilaman endi aka. ishtahaga qarab endi bu yoq. ishtaha karni. Exactly. Hello. Hi. Oh. How are you doing? Everything is good. Good. Biza bilmagan tilda gaplashilmasin. Yo, indamay. O'sha til sheva boshqa Tilda просто. gaplashamiz. 50 million, yes. Yeah, 50 million. Yes. But sums, yeah. Sums. Yeah. Sums. But God willing dollars. Yeah. God know. I know. You know. Tushunadi. Yeah, everybody knows. Pastda subtitrlar bo'ladi tushunmaganlar uchun. Endi ishtirokchilar keladi, ketadi, muxlislar lekin qoladi, boringlarga shukr. Podpiska qilinglar. Like bosinglar. Uzr. O'sha gap. Nimaga uylanmoqchisiz o'zi? Hali yoshsiz-ku. Balki kerak emasdir ham degansiz. 37 yoshda-ya. Endi qanaqadir qaryapman menimcha. Kerak. Kerak balki sochga oq tushdi. Demak qariganlar turmush quryapti hozir. O'rtoqlarim kal bo'lib ketdi уже. O'rtoqlaringiz bolalari bilan уже jurasiz. Bu g'alati. Lekin mazza. Maza, yosh his qilasiz. Zo'r vasha. Yaxshi. Shu. Bo'l ketaveraymi? Yo'q, ketasiz o'zi. Yagona ingliz tilini Bo'ylarini biladigan odam. so'raymiz. Men esinglardan telefonda telefon qilib so'raganinglarda anaqa kriteriyalarni beruvdim. Aha. So'rang. Bo'yingiz necha? Bo'yim To'g'risizmi? 1.75. Bitta ko'rsak bo'ladimi? Bitta o'lchaylik unda-da. Lineyka bormi? Yo, ikkovinglar turinglar-da. Yonma-yon adolatli bo'lish uchun. Da, ikkovinglar adolatli nima bo'lish bor-da? uchun. Kabluk bilan qanaqa ko'rinadi? Ko'ramiz. Qani? Noka. Yaxshi. Yo'q, ko'rinish jihatdan. Meni o'rislar aytadi-yu, tak себе с пивом пойдет degan variantman-da. Yaxshi, burilish bor-da. Barnoxon o'zlari tanlaydilar endi, конечно, sizlardan agarda ozgina anaqa bo'lmasa, davka bo'lmasa. Mana bu manipulyatsiyani birinchi turi. Boya ko'ra olmadim. Boya aka qilib bera olmagan manipulyatsiyani. Lekin bilyaptilar. Da, bildirib qilsa уже. Yo, mani IQ'm слишком baland. Ko'ryapsizmi aka? Balo bor edi. Manipulyatsiya deganingiz nima u? Manipulyatsiyasimi yo sani yoki Manipulyatsiya. Manipulyatsiyasi. No, ba'zi odamlar lekin bilmasdan qiladi manipulyatsiyani. Chunki qonida bor. Qonida bor. Vaqt bo'ldi o'rtoqlar. Bo'pti, xo'p, sog' Lekin bo'linglar, men siz omon bilan ko'p gaplashmoqchiman. Bo'ldi. Savollarim ko'p ketib qolmayapti. Sho, ertalabga tushyapmiz yo hammamiz. Nima? Ikkinchi turga o'tish kerak bo'lgan 5 ta bo'lib qolibti, o'rtoqlar. Bitta insonni. Hozir aytding, oxirgi nima chiqsin, Jamshidni taqdirini hal qilamiz deb. Bizada hozir Sunnatulla Orifzod, Abror Usmonov, Abbakir Fozilov, Jamshid Botirov va Abror Gulyamov. Da, kim chiqib ketish kerak bo'lgan variantlarni aytinglar. Jamshid. Zaldan pomosh olsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Yangilik qilamiz. Prosta Jamshidni bu yerda qarindoshlari ko'p bo'lishi mumkin. Pomosh bergisi kelayotgan odam bo'lsa qo'l ko'tarsin. Ha, marhamatsiz. No, balki ajrashgandir. Bunaqa varianti yo'qmi? Ana Abubakir akani. Sizda nima variant? Abbakir akami? Nega biz bilmaymiz? Nega yolg'on O'zimni aldangandek his qilaman. Boy so'raysiz, nimasi yomon-da? Yo'q, uylanib ajrashgan bo'lsa bo'ladimi sizga? Lekin aldoqchi bo'lsa yomon-a? Ajrashganman deb aldab uylanib olish yo'q, Abbakir aka. Bo'ldi, bo'lmasa Abubakir akani menimcha ketqizamizmi? Ketqizamiz. Juda yaxshi insonsiz, xotiningizga vafoli bo'ling, iltimos. Xo'p, Abbakir aka ketdilar. Rahmat kattakon ishtirokingiz uchun. Bizda 4 kishi qoldi. Tak, do'stlar. Eri bor xotin sifatida aytaman. Xotinlaringiz bo'lsa kelmanglar.
men vashi hozir shokdaman. Qanaqa uyda o'tiribdi menga o'xshab bechara pastida yuvibdi. Uyda emasdir, onasini uyidadir balki. Qayerda bo'lsa ham pastida yuvibdi, anta yerim o'ziga xotin tanlasa. Menga o'xshab demasam, mana bu yerda o'tiribsan, iltimos. Men pastida ham yuvaman-ku bugun kechga. Yo'q, lekin o'rtoqlar uylanib ajrashgan bo'lsa, bu ayb emas. Hech narsa emas. Ajrashmagan bo'lsa kelmasin deyman. Ajrashmagan bo'lsa kelsin. Bo'ldi bo'lmasa ikkinchi turga. Ketdik bo'lmasam, ikkinchi tur yana bir bor Sunnatulla Orifzod sahnaga marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Да, кстати, man riboman. Skorpion emas. Серьезно? Qaysi числоda? 12 mart. Vau. Aytdim o'zi nimadan baliqni hidi keladi. Ne, sinxronni juda ham kuchli ekan. Chunki meniki 12 mart. Da. Xo'p, sizga qanaqa ayollar yoqadi? Bo'ysunuvchan yoki xarakterli? Xarakter. Nimaga xarakterni aytaman? Og'ziga oshib o'ltirgandan ko'ra xarakter bilan gapirib tashlagani yaxshi. Sen ahmoq, nimadi? Inglizchalab so'kib tashlasa. Yo'q, so'kishlarni og'aynim o'rgatib qo'ygan o'sha. Ha, bilasiz. Da. Chunki o'zim she'r yozaman, bir ikkita ingliz so'zi ishlatib turaman lekin. Ishlatib turasiz. Da. Go'zallikmi yoki aqlmi? Menimcha go'zallik bu aqlda. Yaxshi gapiradiganlar red flag. Yaxshi gapiradiganlar ehtiyot bo'ling. Red flaglik emas, bu menimcha kitob o'qiganman maksimum. Lekin ribalar esa nima bo'ladi? Shoir tabiat. Shoir tabiat. Xolasangiz bor shunaqasidan. O'qib bering. Qarang, men adashmasam. Eshitib bizda nima ketadi? Davay. Qaranglar, she'r qilib emas, navaysa rep eshitaylik. Rep stilida. Ya bu sal yemay qoladi, romantiklik qiladi. Romantikni bitta qanaqa bo'ladi? Menga tushuntiring-da. To'xtang, men tayyor qilib beraman. Tayyor qilib, ha? Ungacha bitta savolga javob berasizmi? Eshita olmasiz. Hurmatmi yo muhabbatmi? Sizni Muhabbat. hurmat qilsinmi, sevsinmi? Sevsin. Sevsa hurmat qiladi-ku o'zi. Bir xil javob bering. Basharing chursin, shunaqa sevaman seni desa ham maylimi? Muhabbat shunday ekan deymiz. Ayol erkakni puliga qarab tanlasa, uni ayblash mumkinmi? Yo'q. Nima uchun? Qarang, ayol kishi nimaga pulga qarab turib tanlaydi? Birinchidan, o'zini rasxodlari bor. Qanaqadir umid, ishonch bo'lishi kerak. Dalishi, что boqib keta oladimi meni degan fikr bo'lishi kerak. Agar unaqa fikr bo'lmasa, endi bilmadim, endi alfons kerakdir balkim. Yoki yolg'on gapiryapti yoki yolg'on bizga emas. Psixologiyani biladi? Yoki psixologiyani yaxshi o'rgangan. Bitta ko'p kitob. Yo'q, psixologiyada uncha razbiratsiya qilmayman lekin. Yoki rost degan joy kelmayapti-da. Optim unaqa eman. Surkatmang. O'tda kimlar bilandir yurgan. Xo'p, sizdan qo'shiq eshitaman. Endi 22 yoshda qanaqa qo'llab-quvvatlab 22 yosh. Eshitaylik. Zo'r bola, zo'r etadi. Davay. Это рассвет или, может быть, любовь, в котором мы пропали везде. Но, знаете, я нашел в ее глазах счастье. Ko'zlaridagi muhabbatni ko'rdim. Va shu orqali shu misralarni yozdim. Sensiz o'tgan kunlarim, rangsiz bir kadr, har bitta nafasda ming yillik sabr. Go'yo qorong'u bo'lgan xayollarim zulmat ichida. Dunyo go'zalligini bildim, sen bilan baxt kuchida. Sen meni qalbimda eng toza manzil. Sensiz bu hayot mazmunsiz, g'amgin bir fasl. Nigohing olov muzlagan dilga harorat. Sen borsan demak, yashashga bor jasorat. Rahmat. Молодец, vaqt tugadi. Yo'q, qanaqa qaraysiz shunaqa ijodkorga? Normalda, zo'r. Da. Sal jiddiyroq bo'lsa, sal to'g'ri gapirsa, rost gapirsa, Aldamasa. Ozgina aldoqchiligini biladi, baba qizlari, qandaydir. Nimanidir bildirib qo'yadi. O'sha nima ekan o'sha? Ideal ko'rinyapti. Bunaqa ideal yo'q-da rostdan ham. Siz nima deysiz? Men tanlashda вообще yo'qsiz. Yo'q. Shuning uchun ham shunaqa deng. Kacheleli uchib beraman. To'g'ri. O'zimiz tanlab beramiz rostdan. Odam o'ziga tanlash kerak bo'lganda juda ham qiynaladi. Shuning uchun kattalarning gapiga doim quloq solinglar, rost gapiradi ular. Nimaga u gapni gapirdi? Lekin biz hozir katta emasmiz. Yo'q, o'z umuman aytyapman, fikr. Keyingi ishtirokchi Abror Usmonov. Marhamat, Abror aka. Qani? Xush keldik. Manipulyator ko'ramizmi sizlarni manipulyatsiya? Qarang, Abror aka, hozir boshqa bitta Abror aka manipulyatsiyani ko'rsatdilar bizga. Qisman Endi siz psixolog sifatida ulardan ham zo'r ko'rsatib berishingiz kerak.
mana biror narsa deyinda. Ismingiz nima edi? Barno. Nice to meet you. Barno. Aha. My name is Barno. Okay. Menimcha manipulyatsiya qilolmaydi o'sha bola. Men boshlay unda. Men bo'yingizdagi narsa nimani anglatadi? Ha, oddiy tosh. Hech qanaqa meaningi yo'q. Men ham bilaman, toshlarning qanaqadir ma'nosi bo'ladi. Bu turmalin. A? Turmalin? Turmalin odatda energiya beradi. Ya endi ko'pchilikda shunaqa fikr yuradi, spetsialistlar bor. Da. Toshlar bilan ishlaydigan odamlar yomon ko'zlarni, yomon fikrlarni o'ziga oladi deyshadi. Bunaqa ishonuvchi emasman, sovg'a qilishgan uchun taqib yuribman, yaqin odamim. Bugun ko'z tegmasin menga dedingiz. Nima uchun sizni tanlash kerak Barno? Bitta minusi men o'zimni maqtashni bilmayman, yaxshi jihatlarimni ham unchalik tushunmayman, yaxshimi yomonmi. Конечно, hayotingizni toshga bag'ishlab qo'yganingizdan lekin iymon o'shadi. Ko'pchilik bilan uchrashuvga chiqqanda shunaqa bo'ladi, haligi qizlarni maqtab, yurib, gaplashib, o'zim bilmagan holatda erga berib yuboraman. Klientlarim ko'pda. yaxshi ekan. O'sha отношение paytimda yaxshi ko'rgan qizim administrator bo'lib qolgandi-da. Polni pulni olmasdan unda turadi. Biz oilada shunaqa, kassa ayol kishilarda turadi. Necha pul ishladim bilmayman, chunki onam shunaqa qilardi, adam shunaqa qilar, o'shaning uchun bizda normal qoladi. Bizga turmush qurganingizdan keyin ham shunaqa davom etmaydimi? Adamni 4 ta biznesi bor, pul berib tur yo'lkiraga deydilar. Kiyimga, ovqatga, polni kassa onamda, seyf. Mana bu ham manipulyatsiyani Nimaga deyman? Chunki erkak kishida tursa biz ishlatib qo'yamiz. Men shunaqaman. Bu kuchliroq Zo'r-ku. Bu bular 9,5 lar. Bu prямо, o'sha darajani ham bildik. Bu завуалированная манипуляцияda. Yo, zo'r, menga yo'qdi. Men misol uchun vaqt bo'ldi o'rtoqlar. Abror aka, siz hozir o'ylab ko'ramiz. Rahmat sizga ishtirok etishingiz. Jamshid Botirov, marhamat sahnaga. Assalomu alaykum. Men sizni ko'rsam o'sha настроение ko'tariladi. Конечно. Bir umrlik настроение kerakmi sizga? Da. Shunaqa bir. Barno opaga podarka olib keldim. Mana shu sizga o'zim beraman. Mashinangiz kaltiga qo'yib qo'yasiz, bo'laveradi shu yoqqa. Endi mashina yo'q. O'zim yaxshi, baribir ham o'zim yaxshi. Mashina yo'q-ku. nima qilamiz? Mashina yo'q-ku. Kalt bor. Olamiz bitta mashina. Avtokredit tanish yo'qmi hech kimda? Kimni nomida bo'ladi? Ba'zida shunaqa narsalar bo'ladi. Juda ham yaxshi ko'rganimda, yaxshi narsa bo'ladi, lekin olib ishlata olmaysiz-da. Yo'q. Jamshid shunaqa yigitda. Juda yaxshi inson, no bilmadim. Olib qola olmaymizmi? Yaramni yangilamang opa. O'ta yaxshi insonlar yo'qmaydi. Rostdan lekin, rostdan. Day, ketdik. Tezkor savol beraman. Tayyormisiz? Boshlang opa. Voy, umuman jiddiy gaplashmadik siz bilan. Endi shu yerda gaplashib ko'raylikchi. Bo'ldi, aytingiz. Xo'p. O'zingizni qaysi tomonga yaqin deb o'ylaysiz? Tez jahli chiqadigan, tez yumshaydigan. Tez yumshaydigan. Jahl chiqadimi o'zi? Ha, u chiqadi, o'chadi, bu sekundlik u. Sekunda. Demak, tez jahli chiqar. Yo, o'zi tez jahl chiqadigan odamlar mehribon bo'lishadi. Kim aytdi? Fakt bu, statistikada belgilangan, qaysidir olim aytgan. Ism kelmayapti-da, nima deyman? Qaysidir olim nimadir degan? O'sha haq. Yodlaganda, zato shu olimmi gap. Ya to'g'risini Reels'dan ko'rdim, to'g'risini aytsam. Bitta opa aytdi, qaysidir olim shunaqa degan ekan. Xo'p, keyingisi. Qiyin vaziyatda tez qaror qilasizmi yoki yaxshilab o'ylab ko'rasizmi? O'ylab ko'raman, vaqtim bemalol. Qancha bir 2 oy, 2 yillab ham o'ylashingiz mumkinmi? O'ylab ko'rishim mumkin, balkim bilmadim yana. Ketaveradi, o'ylayverasiz faqat. Ha, shu o'ylashni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Do'stlaringiz sizni qanaqa deyshadi? Jiddiymi, hazilkashmi? Mehribonmi eli? Yo, bor demaydi, toza. Jo'ralar o'taradi. Ta'riflashadi. Jamshid qanaqa bola? Eng yaqin o'rtog'i bormi shu yerda? Bekzod sizmi yaqin o'rtog'i? Jamshid qanaqa bola? Rahmat. Hadi yolg'on kerak emas. O'g'il boladan birinchi marta kompliment eshitishim. Lekin da. Legenda bola. Eskida qolib ketgan. Ya, mana bitta ana nimasini ko'rib chiqaylik. Mana qimor, spirtli ichimliklar, zararli odatlar bormi desa, ulardan zerikam o'sha tashlab yuborishim kerak.
men bu anketani ham seriyozga qabul qilamanda. Yolg'on aralashtirmay yozaman-da iloji boricha. Zerikdingizmi? Ya endi men sigara chayib ko'rganman-chi, yoqmagan. Keyin nosga o'tdim, buncha yoqmadi. Keyin kattarog'iga o'tdingiz, yoqmadi. Ya kattarog'iga o'tishga pulim yetmadi, to'g'risi. Qaytib bordim orqaga keyin. Bitta jiddiy savol beraman. Jamshid tasavvur qiling, 100 million topib oldingiz-da. Ha. Topib oldingiz, topib Topib oldingiz. Keldi, qanaqadir konkursda keldim, nimadandir, lekin nimadan emas. Ya, unaqa narsa. Ha, bitta joydan keldi. Sarflaysizmi yo investitsiya qilasizmi? Endi uni sarflayman birinchi. Qarzlarimni beraman, qolganini kutib turadi-da. Ot qarz bundan ko'p-da, значит. Ya, hazillashdim. Endi sarflaydigan joyim bo'lsa sarflayman, bo'lmasa qayergadir investitsiya kiritaman. Kagrazanoda aksiyalarni berdim, bitta mashina olib beraman opamga. Yaxshi, xo'p. Rahmat, vaqt bo'ldi, Jamshid. Rahmat, charchamaysan. Maza qildim, lekin baribir mos emas. Lekin rostdan kayfiyatda. Lekin baribir mos emas-da. Rostdan mos ko'raverasizlar. Bilmayman. Jamshid bilan gaplashib, soatlab gaplashib o'tirsa bo'ladi. Qara, lekin hozir ko'rsatuvimizdan foydalanishing shartmi shu uchun? Nimani gaplashyapsizlar? Opamga mashina beraman dedilar. Aytayman, joningiz sog' bo'lsin ekan. Zo'r. Xo'p, nima qilamiz? Jamshiddan keyingi ishtirokchini chaqiramiz va keyin Jamshidni chopamiz baribir. Keyin ikkita ishtirokchi finalda tanlaymiz. Chunki birdan Jamshid chiqaraveraylik demaylik. To'g'ri, Jamshid qolsin. Oxirgi ishtirokchimiz Abror aka Gulyamov. Abror aka, hozir mashq bitta qiz yoqsa, qachon uylanasiz? Bitta qiz? Masalan, yoqdi deylik. Bitta qiz yoqdi. Bu yerda chunki 3 ta kandidat bor bular va mendan tashqari. Yo'q, hozir bitta kandidat. Hozircha bitta. Hozir bitta. Bilmayman qachon. Tayyorman har kuni. Tayyorsiz. Bugun lekin kech bo'ldi o'zi. O'zi cho'zilib ketdi. Qarang aka, sevgilingiz sizdan qimmat sovg'alar kutsa, bunga qanaqa qaraysiz? Arzon narsadan qimmat narsa yasasa bo'ladi. Qanaqa qilib? Menimcha emotsiya bergan yaxshi. Emotsiyaga yetmaydi hech narsa. To'g'ri. Birorta kichkina narsa sovg'a qiling. Kichkina? Nimadir? Hozirmi? Kreativnostga. O'sha nima tugma bo'lsa ham mayli. Mana shuni sizga sovg'a qilaman mana. Rahmat. Ha, dushi. Shu gulga o'xshab chiroyli bo'lib yuring har doim. Mana. Uzoqdan boshqa gulga o'xshaydi, lekin Xuddi sizga o'xshaydi. chiroyli ekan. Abror aka, yevropeyskiyroq odamlarda bularga tipichniy savollar berib, tam oyizga gul bersangiz foydasi yo'q. Nima bitta o'zingizni anaqangizni bilmoqchiman, fikringiz sizga qanaqa qiz kerak? Biladi-yu, уже 37 ga kirgan odam biladi, что qanaqa odam kerak yoki biladi, umuman kerak emas u. Menimcha munosabatlarni qanaqadir so'z bilan ifodalash qiyin yoki qanaqadir gap bilan tushuntirish, chunki hissiyotni qanaqa tushuntirsa bo'ladi so'z bilan. Xo'p, red flaglar bo'ladi-ku o'zi. Давайте red flag deb nomlamaymiz, bu juda xunuk narsa. Nima yoqmaydigan qabul qila olmaysiz. Ayolingizda, bolalaringiz onasida nima bo'lishini umuman xohlamagan bo'ladi. Ichadigan qiz yoqmaydimi? Любой aytavering. Yolg'onchi inson. Yoqmaydigan kачестволari. Menimcha ingliz tilini bilsa yoqmaydimi? Eng yaxshi xususiyat menimcha sodiqlik. Sodiqlik bo'lmasa qiyin menimcha. Demak, qolganlarning kechisi bo'ladi. Sizda bormi o'sha sodiqlik? Endi bor deb o'ylayman, lekin hayotda boshqacha-ku hamma narsa. Jiddiy qilib gapirganda. Jiddiy shou bo'lyapti hozir. Jiddiy savollar. Jiddiy hammasi ro'y. Hayot hal bo'lyapti-yu. Xo'p, siz sodiq, значит siz xiyonatni ko'tara olmaysiz. Aldovni. Xiyonat ko'tara olmayman. Endi kerakli narsa ko'p, lekin biz ideal emasmiz. Har insonning o'zini minuslari bor, pluslari bor. Hammasi balansda-da. Xo'p, давайте sizni minuslaringiz haqida gaplashamiz. Qanaqa minusingiz bor va shuni tan olib ayta olasiz? Erinchoqman. Buni hamma aytadi. Dangasa, men uyquchiman, erinchoqman. Realno ayolingizga yoqmasligi mumkin bo'lgan. Bilmayman, balki haqiqatni gapiraman sразу. Shunisi achchiq haqiqat yoki shirin yolg'on deyshadi-yu, o'shanda. Например, shirin yolg'on yoqmaydi menga. Например, если
ayolingiz farzandli bo'lgandan keyin normalniy vес olsa adasi rosa semirib ketdimi deysizmi? Yo'q, tur zalga birga chiqamiz deyman. Umuman semizmasdan lekin yuguramiz deysizmi? O'zingiz tanqidni qabul qila olasizmi? Конечно. Sochingizga oq tushibdi. Shu tanqidlar deb mana yurimiz-ku. Tanqidlar ko'p bo'lgan, u oddiy holat. Aha, yaxshi, vaqt bo'ldi, o'rtoqlar. Ketmay turing yoki ketursinlarmi? Ketursinlar. Yo'q, nimaga? Уже menimcha Abror akadan yaxshi variant ko'rmayapman. Nega? Jamshid ham yaxshi variantmi? Da. Нет, yoningizga обязательно bitta odam chaqiramiz. Da, давайте. Oson bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi, Abror aka. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, baxtli bo'linglar. Rahmat kattakon. Sizlarning variantinglar kim? Men oldilariga ikkinchi psixologni chaqirmoqchiman. Oyim mana mashq qiz, hozir hal bo'lsa, e'tiboraman. Shu hozir hal bo'lyapti. Tayyor turing deng, tog'oralar bilan. Qaynanangizga video jo'natib qol. Все, мне тоже кажется. Bo'ta hozir menda bitta variant bilan sal kurash bo'ldi miyamda. Sunnatilla ham mos ko'rindi, faqat Sunnatillaning yoshi sizdan kichkina. O'shuning uchun menimcha Menga однозначно psixolog aka. Da, menimcha. Marhamat bo'lmasa, sahnamizga final uchun Abror aka Gulyamov va Abror aka Usmonovni taklif qilamiz. Ura! Abrordoshlar, Abrorlar bilan. Abror aka, sizga bitta savol, psixologiyadan xabaringiz bormi? Albatta, butun umr psixologiya bilan yaqin yuramiz. Yaxshi, unda qiynalmaysiz hozir. Hozirgi bellashuvda. Men masalan turmush o'rtoq psixologiyadan xabari bo'lishga qarshi emasman. Sababi ozgina hayot uchun yolg'onlar, boshqaruvlar, psixologiya kerak. Sababi biz qiz bolamiz baribir qulog'imiz bilan sevamiz degan gap bor. Masalan, faqat primoy kelib hamma gapingizni ichingizdagi gapni tars-tars aytib tashlasangiz ham bizning qalbimiz ko'tara olmaydi bu narsalarni. Ozgina o'yin o'ynash kerak, ozgina yolg'onchalar, endi unaqa katta yolg'on gapirdim emas, kerak deb o'ylayman. Asosiysi qalbi toza psixolog bo'lsin, to'g'rimi? Buni qanaqa yo'lda ishlatish muhim lekin. Bo'lmasa psixiatr kerak bo'ladi. Ana. Shunaqa. Hozir endi jiddiy savollarga o'tamiz. Jiddiy prям. Hayotinglar hal bo'lyapti. Ular ketdilar-yu, o'shancha bemalol maza qilib ashlatib olaylik. Davay, maza qilib ashula eshitamiz. Eshitamizmi? Bitta qarsak chalaylar Abror akadan. Men o'ylab topdim, balki biz qanaqadir shart qilamiz, mana shunaqa muzikani ustida Barnoxonga chiroyli so'zlar aytish. Qaysi? Bular bilmaydi-da, lekin. Ne, faqat muzikalniy emas, например, she'r aytsa bo'ladi, просто qanaqadir sevgi izhor qilsa bo'ladi, можно, da. Kimnidir qobiliyati, hamma o'zining qobiliyatidan kelib chiqib. Eli psixologik fakt bilan sindirib olishingiz mumkin. Mana keldim, mana shouga, shouva nomi chiroyli, o'tda 3 ta go'zal qiz o'tirib, taqdirlarni hal qilishadi, lekin bilishadi, umrda baxtni topishadi. O'tib ketdi umr sekin, mana shunaqa bo'ldi etaman lekin oldimda bor Abror psixolog, uni oldida Abror ritmaga urolog kelyapti, bilmayman nimaga boshlarim har xil xayolda. Doktor kerak, doktor chaqiraymi? Hammaga doktor chaqiraymi? Chape chalila kelin nokar, подписка qilinglar kelin nokar, kuyov nokar bo'ladi, если cho, patnislarni taqillatamiz birga, qo'shnilarga. Bizda freestyle degan proyektimiz bor, подписка qilinglar, o'tda polniy improvizatsiyada o'tib ketadi. Ko'rganmizmi? Biz ularni kuzatamiz. Bo'pti, unaqada bitta almashtiraylik, hatto hozir sevgi muhabbat ichiga kirib ketamiz-da. Ana. Yo, sizlarga ataladi. Qanaqa? 1 2 3. Yo. 1 2 3. Let's go. Na меня посмотри. Come on. 1 yo. Rap qani, rap yo. Rap qani, rap yo. Aha, bo'tda boshqa show. Bo'tda chiroyli qizlar. Barnoxon, bilasizmi siz judayam voy go'zal ekansiz, voy tomimiz ketib qoladi, nimaga unaqa hayot bo'lib qoldi hozir, shunaqa gaplar aytadi, masha tilla u bilan birga aytadi. Kim oti Yunka. 1 2 3 4 5 6 bizga qiziq emas, bunaqa savodli o'tib ketadi umr, o'tib ketadi axir. Go'zal bo'lsin bizning taqdir.
sog' bo'linglar, omon bo'linglar, joyingiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, baxtli bo'linglar. Zo'r aka, Yo'q, 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 man yo'q. maza qildim, hozir o'tiribman bitta. Gap yo'q o'zi. Reperskiy tilni bilar ekansiz. Sal-pal bilaman, sal-pal. Zo'r. Abror aka, sizchi nima bilan ozgina hayron qoldira olasizmi? Men endi sportsmenman и psixologman. Qo'shiq aytishni bilmayman. O, Qaysi yo'nalish? Давайте sparing. Powerlifting. Ya, Men powerlifter. Maniki lегкий atlet. Eng katta oladigan kilogrammingiz necha? Nima dedilar? Легкий atlet. Balerinaman deydi. Aha. Men kardioni yomon ko'raman. Foydali narsa. Yomon ko'rakan. O'rningizga men yuguraman. Bo'ldi, jiddiyroq savollarga qaytamiz o'rtoqlar. Jiddiylashamiz, o'tibdi, taqdir уже bo'ldi. Jiddiylashamiz, prям jiddiy. Ha, tayyormisiz? Ha, boyadan beri tayyor bilasan, gapir. Sizni ko'proq nima xursand qiladi? Yaqinlaringizni baxtimi, oilangizni baxtimi yoki o'zingizni yutuqlaringizmi? Endi hozir jiddiy agar javob bersam savolingizga, hayot shunaqa bo'lib qoldiki, oddiy narsalardan odamlar maza qilmayapti, menimcha. Hozir shu oddiy narsadan maza qilib yuribman-da men. Masalan, mashina yursangiz maza, mashina top-toza, mashinaga o'tirsangiz, mashina sizga rahmat degandek bo'ladi. Baxt oddiylikda. Oddiylikda, oddiy narsalar, mana uyimizda bor, kiyimimizda bor, ovqat yeymiz, ko'chada qolib ketmadik. Hammasi yaxshi, ertalab quyosh uyg'andikmi, yashayapmizmi, значит, biz baxtlimiz. Bu manipulyatsiya emas-a? Endi hamma narsa Ha, manipulyatsiya. bo'ldi, yaxshi. Bo'l. Abror. Yo'qadigan odam Sizdachi? Sizda nima gap shu? Men o'zim fikrimda bu. Inson zoti oila qursa, tinchlik bo'lsa, xursandchilik bo'lsa, pul bo'lib tursa. Ну, потому что подарка berish uchun ham pul kerak, hozir o'qish uchun ham pul kerak, sayohat, hammasi pul. Birinchi aytishingiz kerak edi o'zi punkti. Вот. Bir narsa beraman desangiz, ko'nglini ko'taraman desangiz, bizaga balkim kerak emasdir. Men rostini aytsam, shuni bildim, rang ajrata olmas ekanman, ta'm ajrata olmas. Erkak kishida bu past ishlar ekan, ayol kishi bilar ekan. Achib qolgan ovqat yesam ham bilmayman-da uyda. Zo'r-ku, achigan ovqatlar berib turamiz. Pardon, shu joy zo'r ekan, achigan ovqatdan shirin beraveradi. taomlar, chiroyli kiyimlar ayollar uchun baribir sezilarliroq. Biz unchalik tushunmaymiz bu narsani-da. Bizni yonimizdagi odamlar o'sha xotinimiz, bola chaqamiz, ota-onamiz xursand bo'lsa, men o'ylayman, men xursand bo'laman. Qolganlarni bilmayman qanaqa. Oilada bo'lsa kerak deb o'ylayman baxt. Yaxshi. Zo'r. Kelinglar, endi yana bitta savol. Bahs paytida o'sha turmush o'rtog'ingiz yoki o'sha yaxshi ko'rgan qiz bilan bahs paytida birinchi bo'lib borib yarashasizmi yoki haqligingizni isbotlaysizmi? Endi mana jiddiy javob beraman bu savolingizga. Mana urushlar bo'ladi-yu, uyda janjal bo'ladi. Endi hayot bu har doim yaxshilik, har doim bayram bo'lmaydi. Buni bilish kerak. Urushganda eng muhim narsa bu bolalarga yoki qo'shnilar yoki даже ota-onalar ham bilish shart emas. Er xotin urushganda, masalan-da. Xo'p. Endi ularni oldida как бы ideal holat, ideal munosabat bo'lish kerak menimcha. Agar qanaqadir savol javoblar bo'lsa, svetni o'chirib, отдельный xonada pichillab, masalan, urushsa bo'ladi-da, masalan, pichillab so'ksa ham bo'ladi. Men o'rganganman, kurslar ham mana sotib yuribman pichillab so'kish bo'yicha. Shu maqsad, jiddiylikka qaytaylik. Maqsad demak, yarashish. Urushganinglarni hech kimga bildirmanglar. O'shanda hech kim bilmaydi sizlarni yarashganinglarni. Men ikkita variant berdim. Birinchi bo'lib o'zingiz yarashasizmi yo haqligingizni isbotlaysizmi? Endi agarda men haq bo'lsam, конечно, men uzr haq bo'laman. Agarda nohaq bo'lsam, uzr so'rash zapadlo emas, to'g'rimi? To'g'ri. Sizgachi birinchi Abror aka? Qarangda, ikkita odam oila qurdi, undan oldin 20 yil, 25 yil, 30 yil ikki xil sharoitda katta bo'lgan. Misol uchun kimgadir bu zangori, kimgadir yashil, kimgadir вообще bilmayman nimadir, boshqacha svet, laymovidir. Oilada yo haq bo'lib chiqadi, baxtsiz bo'ladi, urushadi, yoki kelishib ketadi, surishtiradi. Oldin
urushish kerak. Kстати, baxtli oilaning siri urushishda. Urush deganda askar bilat qilib, unijat qilish kerak emas. Da, bunaqa bo'lishi kerak. Jirillab urushishga bizning oilada hamma shunaqa. Faqat oxirida kechgacha o'sha uxlagungacha yarashib olinadi. Tasavvur qilyapman, oilasida qanaqa keladi. Qaysi biri? Ahmoqlar. Man как shunaqa konfliktni odam menga yoqyapti, что emotsiyani проживать qilishga qo'yib beryaptilar. Bular hech kim eshitmasin, do'siz, потому что ayb sizda. Ayb ayolda bo'lganda edi, hamma eshitish kerak bo'ladi. Bular aytdilar, uxlaguncha deyaptilar. Tushunasizmi? Uxlatib qo'yish kerak deyapti. Tushunasiz? Bir uxlatib qo'ysa, urush yo'q, bu hammasi hazil. Конечно, to'g'ri aytdilar. Просто men aytmoqchi bo'lganim, shart emas. Sizlarning munosabatinglarni hamma bilib, yo'q, tanishganda, ko'rishganda zo'r bu. Lekin keyin o'sha hayotda menimcha hech kim bir-biriga bildirish kerak emas, hech qanaqa intrigani. Даже bolalar ham, даже ota-onalar ham hech kim bilish kerak emas-da. Biz ular uchun qanaqadir idealniy odam bo'lsa yaxshi bo'ladi. Menimcha Farzandlar uchun ham. Farzandlar, chunki biz nimaga bunaqa aytayapman? Men yoshligimda shunaqa bo'lganda, mana ota-onam 50 yil bo'ladi. Mana shu yil turmush qurgan. 78-yil to'y bo'lishgan. 1 yil farqi orada ikkaloviligisi endi urushgan, anaqa qilishgan. Menga yoqmas edi masalan. Men yoshligimda adam masalan bu maishatdan kelib oyim bilan urushsa, menga yoqmas edi shu narsa. Men tushunmas edim nimaga u. Men shuni xohlamas edim, что men bolalarim xuddi shunaqa holatga tushsin. Endi tajribadan o'tib aytdim-ku, tajriba katta deb sizga o'shanga. Bu juda to'g'ri narsa aslida. Lekin degan tomoni ham borda, albatta. Tanganing ikkita tarafi bor. Bular aytayotganlaridek emotsiyani проживать qilmasa ayol kishi, shunaqa balki bordir shunaqa o'zini bosib olgan, prоработанный, bilmadim, tabiati, fe'li bosiq bo'lgan ayollar. Bu bunaqada men savol bersam maylimi Abrorga? Adash, menga bitta savolimga javob bering. Hozir aytasiz, mana urushganda anaqa qilish kerak, emotsiyalar deb gapirishyapti-yu. Qo'yib berish kerak emotsiyalarga. Shartmi bu emotsiyalarni hamma bilishi? Нет, можно, да. Uyda urushamiz, ko'chada emas. Bu hozir Ya endi bitta narsada mana rostini aytayman, men opachalarimga ham aytaman, uyda o'zim ham ota-ona, qo'shnilar bilsa yomonligini eslab qoladi, ani xotiningmi deydi yoki ani eringmi deydi. Bilmagani yaxshi, ularda reputatsiya yaxshi qolishi kerak. Chunki mana juda ko'pchilikning xatosi urushadi aytib beradi-yu, dugonasiga, onasiga yomon tarafini eslab qoladi. Hali ham yashayapsan o'sha abuzer ering bilan, xotining bilan deydi. Yaxshi taraf esdan tez chiqib ketadi. Odamning miyasi shunaqa ishlaydi. O'zaro bo'lsa u boshqada. Lekin bitta narsa, ayol kishilarga har bir narsa to'kin sochin yetsa, men o'ylayman, meni praktikamda juda kam urushadi unaqa ayollar, xotirjam. Da, nima uchun ayol kishi boshqalarga aytadi? Chunki eri eshitmaydi. Nimadir yetishmasa, pul, emotsiya. Ya endi nimadir yetishmasa urushadi, ayol kishi bekordan-bekordan. На самом деле, Abror aka, на самом деле, o'sha ayol emotsiyani baqir-chaqir bilan prоработать qilmasligi uchun har bir gapini eshitish kerak. Nima uchun balandlashadi ovoz? Chunki eshitilinmaydi. Faqat o'zini oqlab, mana bu himoya pozitsiyasiga o'tib oladi ko'p erkaklar. O'shaning uchun o'sha toningizni balandlashtirishni boshlaysiz. Urushsam, men ko'rsatib berayim qanaqa urushish kerakligini. Davay. Mana qarang, bunday kelasiz mana. Yo'q, tushunma. Bir minutga mumkinmi? Desdan chetga olib turib, "May qarasan, nima tashlasan?" O'tdi, o'zingga olsan. Nima hammani oldida pazor qolsan. Yo'q. Xo'p bo'ladi. Sekin urushib, yarashib, o'tirib olgandan keyin bu o'zi, hammamiz baxtlimiz. Если вы слушаете, urush bo'lmaydi. Keyin uyda gaplashib olamiz-da. Bir-biringlar tushunmayapsizlar. Shaqla aytmoqchiki, ya'ni erkak kishi eshitish kerak ayolni demoqchi, xolos, bejara, to'g'rimi? Ha, bular Abror aka pastgina gaplashib aytishdilar. Ha, bular просто boshqa temada gaplashyapsizlar. Bor, ikkita yo'lda. Xo'p, давайте. Xo'p. Qaysi boshqa savol вообще? Nimani ustida urush bo'ldi? Da, storytiz biz boshqa temada gaplashyapmiz. Umuman futbol to'g'risida. O'zbekiston olg'a. Sizlarni o'zinglarni nima? Давайте boshqa savol. To'xta, agar u erini masalan chiqma bo'ldi. Yo'q, men женская pozitsiyani ko'rsatib bermoqchiman. Hazillashib urushuvdim, yana urushgilar kelyapti.
Смотрите, agar u sizni qilgan kosyakingiz bo'lsa, albatta keyin uyda gaplashamiz deb yaxshi kayfiyatda o'tirgisi keladi. Lekin u xato ayol qilgan bo'lsa-chi, kayfiyatsiz rostdan rasvo bo'lsa. Sezyapsizlarmi nima kerak ayollarga? Hammani oldida kechir meni. Yo'q. Boshqa qilmayman. Ana, bilyapsiz sizda bo'lishini. Men aytayapman, shu situatsiyada ayb ayolingizda. Вот прям chidolmayapsiz qilgan ishidan, asabiylashib ketyapsiz. Siz ham shu rolni o'ynab bera olasizmi? Yaxshi odam bo'lib oilani oldida. Chiroyli o'ynamasam ham o'ynashga harakat qilaman-da. Tinchlantira olasizda. Albatta, Tinchlantira olasiz. Bo'ldi, men tushundim. Xo'p, o'zingizni nima buni shart emas. O'zingizni ko'proq nima xafa qiladi, Abror aka? Menimi? Yolg'onmi, hurmatsizlikmi? Bittasini tanlang. Nimaga bittasini? O ikkita variantimiz bor-da. Ikkalasi bitta papkada-yu. Ikkalasi ham Padilitsa qildik hurmatsizlik boshqa lekin. Endi yolg'on вообще boshqa. Albatta. Yolg'on, есть yolg'on. Ishq, sevgi bu, конечно, yaxshi, no birinchi 2 oy, 3 oyda tugaydigan narsa menimcha-da bu. To'g'ri. Endi keyin уже hayot boshlanganda уже qiyinlashadi. Uni faqat ikkita odam hal qiladi, boshqa hech kim emas. Sizlar ham hal qilmaysizlar endi, sizlar hal qilayotganinglar uchrashtirish endi bu uchrashuvgacha degan joyida bu hozir. O'zi to'y bo'lganmi o'zi? Bu kim anaqa qilganmisizlar? Mana professional. O'shancha nerishti qilib. Shu loyihada topganmisiz? Yo'q, bu yoqda emas. Bu loyiha hali yangi. Balki bo'lib ketar, uchrashib yurgandir qayerdadir biz vassayzinchi qilib qo'ygan odamlar. Bu savolingizga 1 yildan keyin javob beramiz. Siz nima deysiz? Sizni ko'proq nima xafa qiladi? Yolg'on bo'yicha yolg'onmi yoki hurmatsizlik? Bizda shunaqa vaziyat uyda bo'lib turadi. Adam aqlli odam, lekin onam undan ham aqlli deb o'ylayman. Nimaga? Adam bitta odamga pul va'da qilib qo'ysa, kelib uydan olib ketaverasizda deydi. Onam biladi u odam qaytarib bermasligini, pul yo'q edi deb yuboradi. Adamga ish bitdi deydi, aldaydi ba'zi birda. Keyin vaqt o'tgandan keyin adam aytadi, yaxshi qilsan shu ishni deydi. Ba'zi birda yolg'on kerak, agar o'sha foydaga bo'lsa, kerakli paytda tinchlantirib, xo'p deb qo'ysa bo'ldi. Lekin katta yolg'on bo'lsa, haligi qanaqadir izmenalar, u noto'g'ri deb o'ylayman. Xo'p. Chunki ba'zi birda adam ham aldaydi, onam xo'p deydi, tinchlanadi. Chunki vaqt o'tgandan keyin yaxshi ham shu ish qilibsiz deydi. Nimaga? Вот semeyni para ikkita kalla kerak-da. Erkak kishini fikri boshqacha bo'ladi, ayol kishini kelishib olish kerak, ba'zi birda yolg'on kerak, vaqtinchalik. To tushunib yetgungacha ham. Sirazi uni haliga tushuntirib tushunmaydi odam, vaqt kerak. Hurmat kerak. Bitta narsa, ayol kishi bilan erkak kishi sevgini har xil tushunadi-da. Erkak kishiga hurmat kerak. Ayol kishiga nima kerak? Qarang. Psixologiya bo'yicha ham, din bo'yicha ham ayol kishiga hurmat boshqacha qabul qilinadi, erkak kishiga boshqacha-da. O'sha ayol kishiga nima qabul qilinadi? Menga kerak-da o'sha savol. Bitta narsa aytaman, onam aytadi, adasi, mana mehmonlar o'tirganda ozgina endi jahlingiz chiqib ketdi, baqirdingiz, lekin qolgan hamma narsani men aytganini qilib qo'ydingiz, mayli deydi. Lekin o'sha mehmonlar oldida onam baqirsa yomon, chunki reputatsiya buziladi. Ko'pchilik qarorni onam chiqaradi, lekin erkak kishining reputatsiyasi juda shatki bo'ladi. Bittaga sinadi. Erkakmisan, xotining baqiryapti deydi. Ko'chada shunaqa. Jamiyatning fikri-da bu. Bo'ldi, hop. Abror aka, rahmat kattakon. Yo, nima kuldinglar o'zi? Jahillar chiqib ketdi. Sizga endi psixolog kerak. Tugamagan. Xohlasangiz men o'zim psixologingiz bo'lib beraman. Hatto bar bor, barga kirish. Abror aka, prosta menga zadacha kelyapti, vaqt bo'ldi. Kechiring meni. Gapingizni bo'ldim. Biz uje tanlashimiz kerak. Bu yerda biz qizlar bilan uje maslahat qilyotdik. Lekin bilasizlar, men burchakda o'tiribman-da. Buni anaqasi bor edi. Irimlarga ishonmayman, lekin hozir irimlarga ketaman deb o'ylayapsizmi? 37 yoshman, burchakda 15 yildan beri o'tiribman. Yoshinglar kstati bir xil ekan. O'qituvchilar burchaklarni yaxshi ko'radi, doim burchakka turg'izib qo'yadi. Men ota-onam o'qituvchi, men burchakda ko'p turganman. Shuning uchun menimcha yaxshilikka bu, aka burchakka. Nimaga qarab tanlaymiz? Sizlar hamma burchakka nakazat qilgisi keladi. Men emas, bular ingliz tili o'qituvchilari. Fikrlashlarini ko'rib turibsizlar. Bular yaxshi anaqa aytarkanlar. Siz anaqa yomon kritika qilar ekansiz. Men prosta aytyapman aka.
qancha kritika qilganim. No, ikkalalari ham yaxshi yigit, ikkalalari ham bo'ylari yaxshi, chiroyli kelishgan yigitlar. Nimaga Rahmat. qarab tanlashni o'ylayapman. Da. Manimcha Tak, bular Abror aka, to'ydan keyin agar qiz bola alohida yashaymiz, oila bilan emas, ota-ona bilan emas desa, qanaqa qaraysiz? Da qaysi Abror akaga savol beringiz? birinchi Abror akaga savol berdilar. Albatta, endi bu oldin shunaqa edi, masalan, bizani onalarimizni qarasak, ular chidab yashab kelishgan, masalan, oilada nechta odam bo'lmasa ham, masalan, Chunki bu qiz ham mustaqil qizda. Oldin ko'p oilada odamlar bo'lardi, masalan, 9 ta, 10 ta, 12 ta bolali oilalar ham bo'lardi. U yoqqa birinchi kelgan kelin hammasini xizmatini qilardi. Endi bu oldin. Hozir endi o'sha 37-yil emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir yoshlarga nabarot hamma ota-onalar menimcha shunaqa bir shans berishadi, erkinlik berishadi. Отдельно по-любому yashash kerak. Oldin yashab ko'rish kerak menimcha. To'ydan oldin ham yashab ko'rish kerak. Keyin уже biladi-da odam. Bu joyiga lekin Biz javob bera olmaymiz bu joyga. Bu joyiga javob beramiz. Bitta fikrga qarshiman, odam yashab ko'rsa bilasizlarmi, Yevropada shu yaxshi dedi-yu. Bitta bilan yashab ko'rdi, ikkita bilan, uchta bilan odam Yashab ko'raveradi. Oson ekan deb o'ylab qoladi. Jamiyatda bu narsa oson bo'lsa, mana Yevropa nimaga ketyapti? Men juda современный odamman. Oilada bizada aytadi-da, adam shunaqa, "Mani xotinimga gul berma onangga. Xotiningga ber." Juda современный. Bizda onam aytadi, "Nima menga gul olib kelding? Bor xotiningga ber. Podarkani ham alohida yashalaring, tiqilma bizga, baxtli bo'l, uzoqroqda." Siz uylanmagan bo'lsa qachon deydi u gaplarni? Qachon eshitgansiz u Mani gaplarni? akalarim ko'p, opalarim ko'p. akalarida Ular hammasi ko'rganlar. alohida yashaydi. Hammasi baxtli, tez-tez kelib turamiz, хоть каждый день. Lekin alohida yashash kerak. Yo, lekin siz boshidagi gapni eslang, men Zaksda, ikkita parast- psixolog bo'lsa bo'lmaydi degandingiz. Endi Siz aytdingiz. Men aytdim, qachon? Siz manipulyatsiya qilyapsiz hozir meni. Yo'q, mani xotiralarga Manipulyatsiya. deb o'ylayapman. Mayli. Men aytmadim. Men просто qozon haqida gapirganman. Qozon? Ha. Qozon qaynamaydi, chota-chota. Ikkita kallada, bitta qozonda ikkita kalla qaynamaydi dedim. Ha. Yo, bitta kuxnyada ikkita ayol kishi bo'lmaydi deyiladi o'zi. Kelinglar muxlislar bilan ozgina suhbat emas, qarsaklar orqali aniqlaymiz. Mana Barnoni ko'rdinglar, Barno desam maylim, tengmiz chunki. Men xohlamayman, men taqdirim qanaqadir qarsaklar bilan bitib ketsin. Yo'q. Yo'q. No da. Bo'lmasa xushtak chalamiz. Xushtaklar bilan aniqlaymiz, bo'ladimi? Bu kelin nokar, to'g'rimi? Kelin nokarga borganlar bormi? Jim u yoq. Yo'q, chunki u yoqda masalan kelin nokar kelganda o'tirganda keyin anaqa olishga boradi-yu, salla bilan do'p olishga patnisda pul yig'ishardi, o'shanaqa joylar bo'lardi. Bo'lmasa qaranglar, balki kelinglar. pul yig'amiz, kim ko'p pul menga bersa men yutdim, kim ko'p bularga pul berishsa bular yutdilar. Baribir pul yig'ilsa oilaviy byudjetga ketadi. To'g'ri aka. To'g'rimi? Naloglar bormabdi oilaviy. Hech bo'lmasa Yandex setib olaman. Odam jonga tep ketdi уже, samazanits bilan shug'ullanaverib. qaysi birlari mosroq deb o'ylayapsizlar Barnoga? Ikkita Abror emas deyman. Yo'q, to'xtanglar. Hamma Abror. Qaysi biri? Abror ekanlari ham. Давайте men bitta ko'rsataman. Abror 1, Abror 2. Soat taqqan Abror akaga qarsakinglar. Tosh taqqandek. Mana montajda strelka qo'yamiz. Endi tosh taqqan Abror aka. Победила дружба. Bunaqasi bo'lmaydi. Agarda rostdan ham ko'ngli bo'lsa sizda chiqib ketgan odamni kerak bo'lsa nomeringizni olib topsin qayerdandir. Da, shunda sinab ko'ramizda, qani harakat qiladimi? Tanlash shart demak. Da, biz tanladik. Sizga mosini hozir uchalamiz kelishib. Shunda hozir e'lon qilaman. Tayyormisiz? No familiyasini boshqa o'qiyman. Biz Barnoga munosib deb Abror Gulyamovni topdik. Qaysi birligi? Bu tomon shaxsiy. Rahmat. Ko'rsatuvdan keyin qani harakatingizni ko'rmoqchi Barno. Rahmat sizga. Rahmat kattakon.
tablichkalarni qo'limizga olamiz a. Tablichkani Oxirgi shans, вы можете отказаться. Fikringlardan qaytib qolish huquqiga egasizlar. Harakat qilyapman. Fikringlardan qaytib qolish huquqiga egasizlar. Hozir biza savol berib 3 gacha sanaymiz. Birgalikda ha yoki yo'q tablichkasini ko'tarasizlar. Shuni aytib o'tishimiz kerak edi. Bitta aytib o'tishim kerak. Bizani ko'rsatuvimizni konsepsiyasi desak, bitta qiz, 7 ta yigit orasidan sizni munosib ko'rdik. Hozir endi sizdan ham so'ramadik-ku, Barno yoqdimi deb g'alati bo'ladi. Ha, yo'q deysiz, yo'q desangiz biz ko'tara olmaymiz. Shuning uchun hozir uchrashuv belgilashga qaror qildik. Agar uchrashuvga chiqmoqchi bo'lsangiz, ha deysiz. Agar Barno ham uchrashuvga siz bilan rozi bo'lsa, ha'ni ko'taradi, yo'q bo'lsa, yo'q tomon. Bitta aniqlab olishim kerak-da. Uchrashuvda sizlar, kameralar, zritellar bo'ladimi? Kamera bo'lmaydi, bizda bo'lishimiz mumkin. Qornimiz och bo'ladi. Bizda bo'lmaymiz. 1 millionlik yemaysizlar-ku, biz yeyishaveramiz-da. Hazil, yo'q, chiqmaydi. Unaqada yo'q. Alohida bo'ladi, alohida bo'ladi. Hazillashyapmiz. Alohida ko'rishasizlar. Xullas, agar ikkita ha javob ko'taradigan bo'lsanglar, uchrashuv pulinglarni biz to'lab beramiz. Xohlasanglar kino, farqi yo'q, kafe. Agar bir tomon ha deb, ikkinchi tomon yo'q deydigan bo'lsa, biz ha deydigan tomonga beramiz hamma pulni. Bo'ladimi? Pulni berasizlarmi? Ha, ikkalanglar ham yo'q desanglar, pulingizda qoladi. Uchrashuv puli. Uchrashuv sizlarning shotinglardan bo'ladi? Da, bizning shotimizdan. So, unaqada biz bazilikka boramiz-da. Mayli, farqi yo'q. Mayli. Farqi yo'q, prям. So, qaranglar keyin. Xo'p, tayyormisiz? Uchrashuvga rozimisiz, yo'qmi ko'tarasiz? Uchrashuvga rozimisiz, yo'qmisiz ko'tarasiz. Tayyormiz? Hamma 1 2 3 deganda ko'tarasizlar. Xo'pmi? Чтобы bir-biringlarning javobinglarga qarab bo'lgan bo'lmasin. Siz bu kameraga ko'tarasiz. Abror aka, siz bu kameraga ko'tarasiz. O'zingizlarning kameralarga qarab ko'rsatasizlar. Xo'p. 2 yosh uchrashuvga rozimi, yo'qmi? 1 2 3 Vau, zo'r. Zo'r. Shuni boshdan qilmaysizlar? Yo'q-da. Unda mana bunaqa deyishlar Garchi pulni yo'qotgan bo'lsak-da biz xursandmiz. Chunki agar ikkalalaringiz ham yo'q deganlaringizda uchalamiz mazza qilib biqin qilardik shu pulni. Rahmat hammaga. Rahmat Barno, kattakon.